Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda yangi FAV Tiger avtovishka modeli, 30 metrli avtovishka bu. Nalichida tayyor turibdi. Xudo xolisa kelib bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Narxini oxirida aytib o'taman, akalar, videoni oxirigacha ko'rsanglar. Xo'p, texnik jihatga keladigan bo'lsak, akalar, bu dizelli motor, 100 litrli dizelli baki bor, UCH motor bilan jihozlangan, 130 ot kuchiga ega. Avtovishkani surishtirib ko'rdik, Toshkent shahrining o'zida oyiga stabilni 30-35 milliongacha daromad qilsalar bo'ladi, akalar. Mana shu avtovishkani o'zi bilan ABS воздушный tormozlarda bo'ladi, akalar. Xudo xolasa old tarafdan ko'rinishi bemalol ko'rsanglar bo'ladi texnikani. Avtovishkani yoqish uchun mana shu yerda qo'yilgan hammasi. Salon qismiga keladigan bo'lsa, akalar, salonda o'sha har doimgidek haydovchi uchun barcha sharoitlar mavjud. Mana akalar. Komplektatsiyasida o'zining anaqa jo'stigi bor. Avtovishkani upravlat qilishga kaskalari bo'ladi. Mana mayda tushgan narsalari. Xudo xolasa qani texnikani zavat qilib ko'ramiz. Ishlashlari juda ham zo'r, akalar. Bittada o'lib olyapti, xudo xolasa. Xo'p. Monitori bo'ladi, akalar, o'zini. Pechi konditsioner hammasi ishlaydi, xudo xolasa. Xo'p. Sharoitlar hammasi bor, akalar. Narxini akalar 820 million so'mdan olamiz. Xudo xolasa yana kelishtirib beradigan joylari ham bor. Agar 880 million naqd pulim yo'q desanglar, xudo xolasa bemalol kredit, lizing orqali olsanglar ham bo'ladi. Boshlang'ich 30% bilan. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, ishlarni bittadan hal qilib beramiz. Central Avtozon doim sizlarga yangilik qilishdan to'xtamaydi.